Nurbek aka, chaqaloq 1 oylik bo'lganda cho'miltirsa bo'laveradimi? Nimaga 1 oylik bo'lganda cho'miltirish kerak? O'zi ota-onalar nimaga shunaqasilar? Chaqaloq 1 oylikdan emas, 1 kunligidan boshlab cho'miltirish kerak o'zi aslida. Biz xalqimizda mif bo'lib qolgan yoki o'sha eskilik sarqitlari chillasi chiqqandan keyin cho'miltiraman, cho'miltirsa kasal bo'lib qoladi, shamollab qoladi, turib oylab cho'miltirmaydi yangi tug'ilgan chaqaloqni. Bu umuman gigiyenaga ham, tibbiyotga ham, bundan tashqari dinimiz jihatdan ham umuman mumkin bo'lmagan narsa-da. Chunki chaqaloq tug'ilgandan keyin albatta bolani bir qator o'sha 2 kunlik, 3 kunligida cho'miltirib turib, bolaga qulog'iga azon aytish kerak. Biznikilar oylab cho'miltirmaydi. Endi o'ylanamiz, qulog'iga azon aytilganmi bolani o'zi yo'qmi? Bir kun qabulimga bemor kelib qoldi. Bola 2 oylik. Bolani ko'rsam, boshida qatqaloq bosib ketganda, boshi yuvindirilmagan, soch olinmagan, bosh qatqaloq bola qiyshayib, aqa qiyshayadi, jirg'lanib, baqa qiyshayadi, bezovta bo'lyapti bolam, qorni og'riyapti, yaxshi uxlamayapti, injiqlanyapti degan shikoyat bilan kelyapti-da. O'zi bilmaydiki, bolani badani kirlanib yotibdi. Bolani g'ash kelyapti-da, bola pokiza badanda yotish kerak-da. Bolani cho'miltirish kerak. Chillasi chiqguncha bolani o'sha 1 oylik yoki 40 kunligigacha har kuni cho'miltirish kerak bolani. Kerak bo'lsa har kuni cho'miltirish kerak. Bolani teri hujayralari regeneratsiyasi, teri hujayralarining almashilishi, moddalar almashinuvi tez bo'ladi. Teri qavatlari kunda almashadi degani. Bitta qavat hujayrasi o'ladida, uni tagidan yangi hujayralar hosil bo'laveradi. Tepa ustki qavatlari o'lib, teri qavatlashib kirlanib ketadi. Teri nafas olishda ishtirok etadigan muhim a'zolardan hisoblanadi. 30% organizm umumiy nafas olishda ishtirok etadi. Umumiy kislorod organizm 100% organizm qabul qiladi desak, 70% ni nafas yo'li orqali, 30% ni teri orqali, teridagi o'sha maxsus teshikchalar orqali qabul qiladi. Endi bolani badani kirlanib yotibdi, qavat berkilib yotibdi. Qayerdan nafas olsin terisi? G'ash keladi. Shuni hisobiga bola injiqlanadi, bezovta bo'ladi, yig'laydi, uyqusi buziladi. Bundan tashqari bolachalarda teri regeneratsiyasi, teridagi o'sha maxsus teri bezlari dastlabki oylarda yaxshigina rivojlanganligi hisobiga bolachalar ko'p terlaydi. Misol bo'yinlari, bichilgan joylari bo'lib qoladi, qo'ltiqlarining ostida bo'yinlari, kaftlari, boshlari, orqa qismlari ko'p terlaydi, chotlar. Bag'dan o'zi teri kirlanib yotibdi qavatma-qavat. Bag'dan nordon terlayapti. Ikkalasi bir bo'lib bolani badanida haliga diskomfort holatni keltirib chiqaradi. Shuni hisobiga bola injiqlanib, yig'laveradi, aqab urashadi, baqib urashadi. Hech nima yoqmaydi. Onasi ko'kragini sog'sa ham bolaga yoqmaydi. Kech paytdan yig'lab chiqadi, bolam qorni og'riyapti ekan deb turib, aqab yuguradi, bolamni boshi og'riyapti ekan deb baqib yuguradi. Bolani cho'miltirib tinchlanadi. Har kuni cho'miltirish kerak, chillasi chiqquncha. Chillasi chiqqandan keyin haftada 2 marta, 3 marta, ya'ni kunora cho'miltirish kerak. Cho'miltirishning qoidalari bor, misol savol beradi. Har kuni cho'miltirsam bolam kasal bo'lib qoladi. Yo'q, kasal bo'lmaydi. Nimaga pokiza badan nimaga kasal bo'lish kerak? Kasallikda nima keltirib chiqaradi? Bakteriya, virus, zamburug' bor, boshqa infeksiyalar. Bolani badani pokiza bo'lib tursa, gigiyenaga rioya qilib tursangiz, havo mo'tadil iqlimda bo'lib tursa, toza kiyimlar bo'lib qolsa, qayerdan infeksiya yuqadi? Nimaga kasal bo'lish kerak bo'laysiz? Suv nabarot immunitetni ko'taruvchi gidroterapiya sifatida foydalanamiz-ku, biz suvdan immunitetni ko'targan. Nimaga bolangizni suvda cho'miltirsangiz kasal bo'lib qolish kerak?